Qoraqalpog'istonda bu sovuqda yashayverib, Sibirliklardan ham irodali bo'lib ketarkansan. Xuddi shu yerliklarga o'xshab gapirasan-a? Bu yer menga yoqib qoldi, o'rtoq. Bu yerda hamma narsa oddiy. Ular seni yoqtirib qolsa bormi? Borini berib yuborishadi. Ular ifloslik nimaligini bilishmaydi. Chunki bunaqa sharoitda ifloslar yashamaydi. Orzularimiz esingdami? Halol ishlaymiz. Vatanimizni himoya qilamiz deb orzu qilardik. Lekin bu gaplarning ma'nosiga yetmagan ekanman. Men shu yerda yashab hammasini tushunib yetyapman. Bu yerning qizlari va bolalari 40 daraja sovuqda, 60 daraja issiqda tinimsiz ishlashadi. Uxlashmaydi, aldashmaydi, sotishmaydi. Yolg'on gapirishmaydi. O'z oilalaridan yiroqda yurishdi. Mana bularning haqiqiy qahramon desa bo'ladi. Ular bu ishlar uchun hech qanaqa mukofot yoki maqtov so'rashmaydi.